Necha yoshdan boshlagansiz? Birinchi mana shu produktlar qurish yoki bo'lmasam texnologik kompaniyalar qurishga qiziqish bir 14-15 yoshlardan boshlangan. Ishontirish metodlaringiz bo'lgan odamlar nimaga sizga ishonishgan? Manda qanaqa ishontirish metodi, masalan, O'zbekiston bozori sizga kichkinalik qildi. Sekin eng katta bozor qayerda? Keyingi visionim uchun, katta g'oyalarim uchun qayerga borib tadbiq qilaman deb kelgansiz bu yerga. shunaqa. AI qancha voqli biz uni qonunlar bilan cheklamasak, shuncha o'zimizga keyinchalik zarar qiladi. Sizda unaqa xavotirlar yo'q AIga nisbatan? Man u xavotirlarga ham qo'shilaman. Unaqa ham bo'lishi mumkin. Если революция неизбежна, то надо возглавить революцию degan gap bor. Masalan, Amerika nisbatan skeptik ko'p qarashadi. Texnologiyalarni ishlatishda ham, AIda ham, Yevropada ham, Yevropa undan ham skeptik masalan. Bunday o'ylab qarasangiz, mijozlarda ko'pchilik hali AI dan qo'rqadi. Birinchi qiladigan ishingiz ta'lim deyapsiz. Ta'lim eng muhim. Siz mendan so'radingiz, nima qilib o'zgartirardingiz? Men aytdim, menga vaqt kerakmi, kerak emasmi so'raman dedingiz. Sotganingizga oshga boramizmi biz? Yoki proteinovый shek chiqadi.